Assalomu alaykum YouTube'imiz kuzatuvchilari. Sizlar uchun mana shunday plazmalik apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bioti firmamizga tegishli bo'ladi. O'rtoqlar, buni ko'ryapsizlar, to'rt xil modellari kelgan hozirchalik. Eng kichkinasidan boshlab turadigan bo'lsak, mana ko'ryapsizlar akalar, plazmaliklar hamma yo'g'i o'zida bor. Va mana modelga kelib turgan bo'lsak, Bioti Cut 40 bo'ladi. Tablolari ham o'rtoqlar mana bu yerda bemalol ko'rsatib turadi. Va 10 likgacha mana ko'ryapsizlar. 10 gacha skorslari bor. Xo'p, o'rtoqlar, bu ham narxi juda ham arzon chiqadi. Narx ham bilish uchun videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Bunda hamma narsasi chiqadi. 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz o'rtoqlar. Men yonlarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana orqa taraflarini ham bitta ko'rsatib o'tib ketaman akalar. Mana yerda gaz tiqadigan joylari, parraklari ham o'z katta bo'ladi. 220 bemalol ishlayveradi akalar. Va akalar, buni kattaroq takomillashtirilgan sistemasida kelgan. Mana Bioti Cut 40Y modelidan kelgan. Ko'ryapsizlar, bunda qo'lda mana bu yerda boshqa silindan bo'laveradi. Ham gazga, ya'ni internal gaz va external gazga qo'shilgan ham bo'ladi. Misol, bu birinchisidagi akalar yengil pishligi va external deyapti. Bitta bu misol boriga qo'yib ishlatgani bitta bossalaring akalar bu pastga tushadi. Bunda ham tablolari ko'rib turibsizlar, juda ham zo'r sifatli ishlangan. Lo'boy zapchasi bor akalar. Bunda ham 6 oy garantiyasi bilan qilib beramiz. Buni orqa tarafiga o'tib ko'radigan bo'lsa, mana akalar. Ko'ryapsizlarmi akalar? Bunda o'zida kompressori ham bor akalar. Bu ham kompressori, o'sha motorchalari bor akalar. Misal mutkali bo'ladi. Mana bu yerda отдельный parraklari ham bor. Ko'ryapsizlar akalar, mana yerdan gaz chiqsalar ham bo'ladi. Bu 220 ga ishlaydigan akalar. Xo'p, bundan tashqari akalar, yana kattaroq, yaxshiroq modelni so'rayib turgan aka-ukalarimiz uchun Bioti Cut 60 modelimiz. Ko'ryapsizlar, bu ham juda zo'r, sifatli, original narsa bo'ladi. Ertalabdan kechki paytgacha bemalol 24 soat bemalol ishlasalar ham bo'laveradi akalar. Va ko'ryapsizlar, yonlarini toza Xitoy original narsa bo'ladi. Arqa tarafida bitta ko'rsalar akalar, mana ko'ryapsizlar. 220 hamda 380 ga bemalol ishlayveradi. Mana bu yerdan gaz tiqib qo'yasizlar. Mana bu yerdan o'zi отдельный shitlari bor. Birorta nagruzka bir narsa bo'ladigan bo'lsa, o'zi avtomatik tashavoradi. Mana bu yerdan bemalol sim kabel ulab olsalar ham bo'laveradi. Yaxshiroq sim kabel ulanadi. Mana ko'ryapsizlar, yonlarini ham plazmalarizda originali shular bo'ladi akalar. Va akalar, buni yaxshirog'idan, kattarog'idan, misol 1 kun, 2 kun tinimsiz ishlataman uka degan akalarimiz uchun Bioti Cut 80Y ni tavsiya qilamiz akalar. Ko'ryapsizlar akalar, bu ham ko'ryapsizlar, ham plazmaliz. Mana plazmalizga отдельный mana bunaqangi kulchatirlar chiqqan. Bundan tashqari ham svarka apparat. Ko'ryapsizlar, mana buni mana o'chirib turib, misol mana narsani o'chirib turib, mana narsani bitta yoqsalar, aka mana bu yerga dirja ulasalar, bemalol 4 lik, 5 lik elektrodni bemalol yoqib beraveradi akalar. Va bundan tashqari uni o'chirib turibdi, internal gazga qo'yib, yo eksternal gazga qo'yib turib, plazmanizni bitta suqsalar, bemalol kesib, cho'tkilab qilib beradi. Bunda ham mana ko'ryapsizlar, skorslari ham bor. Tablolarni ko'ryapsizlar, juda ham zo'r, sifatli narsa. Ham buni yonida akalar, mana yonini ko'rsatib o'tib ketaman. Ko'plarni yonini ko'rsatib o'tib keting degan akalarimiz uchun mana shunday yana kompressorlari ham bor akalar. Ko'ryapsizlar akalar. Xo'p, Bioti firmamizga tegishli bo'ladi. Bu kompressori ham ichida akalar. Orqa tarafiga shunday o'tadigan bo'lsa, ikkitadan ana shunday parraklar qo'yib qo'yilgan. Ham bu 220 ga ham ishlaydi akalar. Ham bu 380 ga ham ishlaydi akalar. Bu allayapsiz uka degan akalarimiz uchun mana o'zida ham mana yozib ham qo'ying akalar. Mana bu yerda tushungan aka-ukalarimiz uchun mana shu bekasini ham ko'rsatib o'tib ketaman.
Akalar, kimga shunaqangi apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. 12 viloyatgacha dastavka xizmatimiz bor. Manzilimiz Qo'qon Yangi bozor. Videomiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar. Narxiga kelib turadigan bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Bemalol telefon qilinglar. Narxi va savol-javob bo'yicha bemalol javoblarni qilib beraveramiz akalar. Videomiz yoqqan bo'lsa, yana bir bor like, podpiska tugmasini bosib qo'yish esdan chiqmasin akalar.